Hello, dajahav. Yaxshimisiz do'stlar? Nurg'un do'stlar o'yinjon shu qilib bo'lib, video tortib chiqiring, ko'rimiz bor deb bizga shunga hozir tortdim. Mana kichik bir bog'chimiz, bog'chiningki safalari, anandekin kunliklari taqkamidi. Anandekin kebab pishiradigan degandek mangal yapadigan yerlar. Qilimiz taqib uyning kirishi. Bu mehmonxonamiz uy jihozlari Turkiyadan o'zal yasatib ekelgan. Lekin ba'zi narsalarni kam avatib qo'yapti, yana ular taqkab bo'lmadi. On kişilik tamak üstüli. Yalnız Türk işçilerinin kolu nereden sanatından kelgen uy cihazları. Peştakның astığa bir şkap kılmaya onu takıp bulamadım. Bu ağış bilen bizim uyda işlediğin kızın yatağa koyayım, muncisi degandek bir şeyde. Şimdi girişte ayağı şikabı elişini ülgeremedim. Cemi 4 qavatlik uy, 4-cü qavat teras. 2-ci qavatda balalar bilan bizning yataq uy bor. Bu mening yataq uyam. Yataq uyning balkonsiga cho'ng bir glassroom aynaklik uy qildik. Bekchi qishimizga yaraydi u ya. Bir tarafdan usul sinfidek mashq qilganga, yana bir tarafdan kafe ichib, paranglashib o'tirganga, ba'zi vaqtlarda acha tamoq yesak bo'ldi degandek. Yataq uyga 16 metrlik bir kiyim shkafi qildim. Taqachini ratlab qilib bo'lmadim. Işte üstüne qo'yib turdim hozircha. Classroom'da geldik. Mavi tamga aynaklarni büyütüp koydum. Usul sınıfınınki kep bulamadı. Kep onu takayımız. Ondan keyin astığa tağı başka narsalarni qilgan. Üstündeki çıraklar yötkügül buldu. Halga yerimizni qo'yib, tayanlık çok gün quyosh nuridan energiya algan çıraklar. Elif'le Elisa'nın yatağı uyu, bir yandan muhkem tutmasları takıcık. Bularning uygun iş qildigan üstelleri, bunun degan bir şeyde tapşırık işlep ders o'ynab degandek. Elif, yaxshimisiz? Merhaba. Elisa, yaxshimisiz sizmi? Yatağın ayak tarafiga deyishning astiga bir piano, pianodan birini alg'im bor. Ondan keyin bularning lentasi mahli cho'ng. U yerga ondan keyin
Hozircha mushtaq shiktal o'rindiq qo'yib qo'yibdik, lekin bu yerga sofadan ishkini qo'yib, ustal andan keyin chiroyli yasab bermoqchi. Üçüncü qavatdagi 2 yotoq uy va 3 yotoq uy. Va 4 yotoq uy. Mehmonlarga qarsa turadigan uy. Bu yerda xili cho'ng yana bir liangtay bor. Oq tarafga bolalar o'ynaydigan bir yoqib berishdim, taqib bulamadim. Dördüncü qavatga Dördüncü qavatda yana ikkinchi qavat bizning yotoqlarga o'xshash classroomni buni qilmoqchi, aynaklik uyda yangi kichik bir yo'yinchi qilmoqchi bolaga. Amaliyotda yan tarafimizda yo'yinchi bor bizning besh uchunki, lekin o'zimizga mansub bir besh qilishni o'ylashdik, lekin dahi buning vaqt chiqmadi 4-chi qavatga. Shu hozircha shuncha qilib qo'yib turdik, qag'ini asta-asta qilamiz. Rahmat.